Odam bolasi borki, xato qiladi, gunoh qiladi. Iloji yo'q. Banda ojiz, bilib qiladi, bilmay qiladi, adashib qoladi, qiladi. Endi Alloh tavfiq bergan banda mana shunday bir gunohga kirib qolsa, tezda tavba qiladi. Tezda to'xtatadi. Afsus, nadomat chekadi. Allohga qaytib istig'for aytadi. Va chinakamiga tavba qilgan odam shu gunohni qilmagan odamda bo'ladi. Daftarida bo'lmaydi bu gunoh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "At-taibu minaz-zambi kaman la zambala." Gunohdan tavba qilgan kimsa gunoh qilmagan kimsa kabidir. Faqat rosakam tavba bo'lishi kerak. To'xtatdi. O'sha tavba nasuh tavba deganda 4 ta sifati bor. To'xtatish kerak, qattiq pushaymonlik kerak, qaytib qilmayman deb Allohga ahd berish kerak va shu gapida turish kerak. Allohning haqqida gunoh qilgan bo'lsangiz 4 ta shart. Agar odamning haqqi bo'lsa 5-inchisi qo'shiladi. Nima qilish kerak? Allohning haqqida bo'lsa tavbaning sharti 4 ta, bandaning haqqi bo'lsa 5 ta.